Ey! Ey! Issiqda nima qilyapsan? Magi? Ey, issiqda nima qilib yuribsan jaziramada? Hal qilmasam bu yerda ishlar bor. Sog'liqda muammolar bo'lib qoldi-da. Ey, sog'liqqa hushyor bo'lish kerak. Ertaga ketib qolmagan jaziramani ko'ryapsanmi? Hozir mana sanatoriyalar bor, mana klinika, больницаlar ochilgan. Birinchi o'rinda sog'liqni o'ylash kerak. Nima deyapsan? O'zim soppa-sog'man. Sog'liqda muammo bor deyapman. Ha, chorvachilikka o'tdim demaysanmi? Soliq go'shi yaxshi emas, soliqqa qiziq emas. Qo'chqar olib baq zo'r tashlaydi. Soliq go'shi somsaga solsang to'g'nab qoladi. Qo'chqar ol. Men issiqda yuribmanmi, senmi tentaymiz, ha? Soliq, men anu pul to'laydigan soliq va davlat soliq qo'mitasi bor, o'shan qarzlarimni to'lashim kerak. O'shan ketyapman, hozir borsam, o'chirib tur, boshqadir o'chirib turib, navbat olib to'lab kelishim kerak. Ertaga ko'payib ketadi. Nimcha qiyin qilyapsiz? Sen 17-asrda yashayapsanmi? Hozir jinimisan? Ey, mana bunaqa soliqni-chi mana tayyor telefonda mana приложениялар chiqib ketgan mana soliq degan mana приложение sketchat qilasan. Mana kirganingda bu yerda qarab. Hali do'konlardan kechmay ko'rasan-ku, xolos o'shini mana shunda yechib olsang bo'ladi urib. Keyin paynetlar telefoniga pul solsang bo'ladi. Undan tashqari har xil kommunal to'lovlar, jarima to'lasang bo'ladi mana. Bitta kelsang mana o'zing tugul mana ota-onangning soliqlarini ham tekshirib to'lasang bo'ladi mana shu programmada. Bitta telefonda-ya? Mana shu telefonda o'zida hal qilib olsang bo'ladi mana. Zo'r akam, mana shu telefoningni sotmaysanmi? Sotib To'lab yurarmiz. Sotaveramanu, menikilar to'lab qo'yasan-da, sotib yuborsam. O'zing telefoningdan o'zingiz sketchat qilib beraman. Ha, bo'ladimi shunaqa? Ha, o'zingnikiga to'lab. Ol, sketchat qil bo'l. Ya'ni точкада spin yoqib tur Wi-Fi'ni. Sen shu nosni ham so'rab chekarding, sigaretni ham so'rab chekarding. O'sha endi Wi-Fi'ni ham so'rab ishlatadigan davrlar kelibmiz-da. Ya qo'ya. Ey!